Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun Xudo xolasa Sultonobod hayvon bozoridamiz. Bugun sanamiz 2-iyul 2026-yil. Haftamizning payshanba kuni. Bugun inshaalloh sizlarga bir narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz. Necha orada uzilishlar bo'lib qoldi, ishlarimiz ko'payib. Xudo xolasa yaxshi videolar qilib boramiz uzmasdan akalar. Inshaalloh like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xo'p, akalar, shunqamiz 20 million 500 ming so'm qilyapti. Oshtog'imiz berilmayapti. 20 million 500 ga savdosi bo'lyapti. Akalar, shu xunajin biz aytamiz 16 million 500 mingga savdosi bo'lib berilmayapti. 16 million 500 ga. Necha qo'shilsa beramiz deyapti egalari. Ali aka qaysi bo'lyapti? Necha bo'lyapti aka? 23 million 600. Jigarlar 23 million 600 ga savdosi bo'lyapti. Berilmayapti. Buqamizda 23 million 600 ming so'm savdosi bo'lyapti. Akalar, ukalar, xudo xolasa bugun 2-iyul 2026-yil haftamizning payshanba kuni Sultonobod hayvon bozoridamiz akalar. Necha orada uzoq qoldik. Orada videolar qo'ymadik, minbar uzr. Xudo xolasa uzmasdan chiroyli videolar qilib boramiz inshaalloh. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar akalar, xursand bo'lamiz. $23 million 700 baraka yopti akalar. Barakasi bersin. 23.6 ga so'rayapti, 100 ming qo'shilib barakasi bo'pti. Olganga sotganga barakasini bersin. Aka, ukalar, like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Xudo xolasa manfaatli videolar qilib boramiz. Sultonobod hayvon bozori. Rossiyada yurgan akalarim bor, ukalarim bor. Boshqa yurtda yurgan aka-ukalarimiz bor akalar. Aka-ukalarimizni Alloh o'z panohida asrasin. Qopganlarga Alloh baraka bersin. Inshaalloh murodi maqsadiga yetsin akalar. Joylar sog' bo'lsin akalar. Jigarlar, shu Kriston buqachalari sotuvda ekan, Sultonobod hayvon bozorida soni 7 ta ekan. Hozir ko'rsatamiz qo'yganlarni ham. Bugungi kunimizga xudo xolasa 2-iyul 2026-yil Sultonobod hayvon bozori. Haftamizning payshanba kuni. Kriston buqachalari sotuvda. Soni 7 dona ekan. Ko'ringlar. Voyga narxlarni aytib yuboringmi bir chekkadan? Voyga 20 dan kami bor aka. To'rog'ini. 20 million so'mdan kami bor. Hop. Savdosi bo'ldimi? 17,5 milliondan so'rayapti hammasi. To'rog'iga 17,5 million so'mdan savdosi bo'ldi, berilmadi. 20 milliondan kam bor ekan akalar. Bular-chi voyga? Ular 16 dan so'radi aka. 16 dan so'radi. 15, 16. Olasini 16 beraman. Olay 15. 16,5 ga 15,5 savdosi o'tib berilmadi. Qanchada yurib ketadi barakasi? Necha ulkan bor? Nomerda ayting. 97lik. 97lik 190 190 0400. Aka, bozoringiz bersin. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Sultonobod hayvon bozori akalar. Xudo xolasa chiroyli videolar qilib boramiz. Barcha uchun manfaatli bo'ladi.
Xudo xolasa yakshanba kuni Qo'rg'ontepa tuman hayvon bozoriga ham chiqib videolarni qoldirmasdan qo'yib boramiz akalar. Barchalardan Alloh rozi bo'lsin akalar. Baxtiyor tog'a, like bosib qo'ying. Panta ilosaga ketamiz. 64.000 so'm 500 so'mdan sotilgan qamiz bu yerda tortmaydigan akalar. Joy tortamiz dedi endi. 29.700 ga borsa kerak deyapti. Shunda egasi aytdiki 29.700 ga boradi. Tortib kelganman endi. Xudo bilan 29.700. Xo'p, bo'lamiz. 64.500 so'mdan. 460 kilo uya buyog'ida chiqargan akalar. 460 taroziga bir 460 kilo uya buyog'ida chiqargan. Undan kam chiqarmi endi xudo bilan. Olganga sotganga barakasi bersin. Aka qaysi sotdi bu? Necha pulga? 64.5. Ha, tarozigami? O'tmayapsizlar. Endi oldinglarmi burada? 64.500 so'mdan taroziga baraka yo'qdi akalar. 64.500 so'mdan. Taroziga. Skitga boshqasi yo'q ekan 64.500 so'mdan baraka. Bor. Barakasini bersin, tarozi chiqqanini videosini qilamiz. Sizin? Ha, udaş. Neç? 15 milyon 600 ha? Verilmiyor. 15 milyon 600 ming so'm savdosi bo'layotgan akalar, berilmayotgan qo'chamizni. $15 milyon 600 savdosi bo'layotgan akalar, berilmayapti. Akalar, ukalar, like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar xursand bo'lamiz inshaalloh. Manfaatli videolar qilib boramiz. Bugun Sultonobod bozoridamiz, jicha. Qo'chalardan kichkinalar chiqar ekan. Endi Shved buqa boshqa yana chiroyli buqachalar unaqa yo'q ekan. Endi Qo'rg'ontepaga borib, xudo o'zi yaxshi videolar qilib boramiz akalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nech pul aka? Puli? 14 million so'm kam bor akalar. Xudo xolasa. Savdosini qanaqa bo'ldi aka buni? Uchastka 12 million so'm savdosi o'tib berilmabdi akalar. Kofeni ichib kallalashlab ketdi, xudo xolasa. Ishladi aka. Akalar 14 million so'm kam bor deyapti. Bunisi baraka o'pdi. 13 million 500 ming so'mga sotilibdi. 13.5 ga aka. 13 million 500 ming so'm akalar, buni hajmimiz e'lonimiz. Buni 14 kam bor deyapti. Jicha kam 12 million savdosi bo'libdi, berilmabdi akalar.